Taxmin qilib ko'ringlar bo'pti, Murodsan. X7mi? Yo, X7 kattalik qiladiga. Borini boshlasa sizniki edi menimcha. X7 2 soat niyat qildik o'zi. Yo'q. Kamera oldim. Vay, men ko'rdim buni. G'ulomboz ichi ko'romining odatini tekshiramiz yana hurmatda. Mashina oldim, g'ulom. Ana mashina. Tabriklayman yo. Ya, shunaqa deb bor-ku. Bilasan tabriklashdim. Nima mashina tezakda Nima iflosni nega boshlayapsan? Taxmin qilib. BMWda yana. Topding? Serios. Topding. Nima bo'pti? Taning, top. Taniyman. Taniydi. Sedan mayli, sen yaqinlik. Birinchidan sedan nimaligini bilyapsan. Ha, bilaman. Abdulla nima taxmin, qani? X6 keldi menga birinchi bu. Sedan olibdi-ku. Menga modeli nimadir qiziq emas. Arenam naqdmi nima bo'lyapti o'zi? Yaxshi buyursin ulug'. Ha, Lalito. Dushman bu kuybil. Ofisga mashina. Mana ham sizda bo'ldi, qaysidir mashina turgan shu rasmga oldim deyman ulug'. Voy, sizda bormas-ku, Toshkent City'da-ku mana. Bu anumi sotib deganingiz? Shunaqa Yo'q, modelmi? ha, tipa shunaqaroq, shunga yaqinroq. Zo'r. Qoraligini qara. Mashina ko'rgan chiqdimmi? Ko'rolmaslik uchun ham uyni bir so'm pulingdan baraka ham yo'q demoqchi. Ulug', men uyda qancha pul borligini bilmaysiz. To'ppa-to'g'ri o'zim ham bilmayman. Hayron qolmadimmi? Alo, Farhod meni berganda-chi. Voyton, uni ko'ra olmayapman, baqirgan bilasan. Qachon tabrikladingiz buni? Kimda? Buni. Shu kamera yoqishi bilan tabriklaydi. Jigar tabriklayman. 4,5 minutdan beri videomi hali tabriklamading. Soxta bo'la. Xullas, o'rtoqlar, rahmat, joningiz sog' bo'lsin.